Urug'chilarni qani milliardlab obrot qilyapti. Ha. ...2021 yılda biz bu zavutu yaptık. 93 yilda borgan ekan Qodir aka. Suvsizlikka chidamli navda yarataman deyapti. Qarang, suvsizlikka chidamli. Bu jamoam bilan yana Amerikaga borsak ham bo'ladi. 10 kun suv yo'g'sin, quriydi. Shuncha qilgan mehnatingiz osmonga uchib ketdi. Juda yaxshi mana Koniyaga ishlarni ko'rdik, turk dehqonlari bilan gaplashdik. Ular 10 yilda erishgan natijaga biz 1 yilda erishamiz. O'rganib, izlanib, harakat qilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Albatta. Hozir va nihoyat Antalya shahriga yetib keldik. Klub Hotel Sera deb nomlanar ekan. Ushbu otelning nomi On Inclusive 5G Pro Max degandek hammasi qo'shilgan. Buni qaranglar. Mana shu yerda o'zi pechetlenib turibdi. Juda emotsiya zo'r bo'ladigan bo'lib turibdi. Orqani ko'rdinglar, qanaqa chiroyli gullar. 20 dan oshiq tadbirkorlar jamoasi bilan bugundan boshlab ushbu yerda dengizi bo'yi suhbatlar, tajriba almashishlar juda ham yaxshi bir kunlar o'tadi degan niyatdamiz. Bugundan boshlab oladigan hamma ma'lumotlarni butun boshli hammasini yig'ib sizlarga YouTube kanalimizda to'laqonlisini qo'yib beramiz. Xuddi o'sha yerga tashrif buyurgandek, xudo xolasa chiroyli ma'lumotlar olasizlar. Akalar, ketdik, boshladik. Bugungi dasturimiz davomida juda ajoyib inson bilan sizlar suhbatlarni olaman. Bu kishi vodiydagi mana shu kuchli 5lik bo'ladigan bo'lsa, kuchli 5likning 3taligidan tepada turadigan hamkor akamiz. Juda katta tajribasi bor. Endi biz sizni taniymiz aka. Bir og'iz korxonangizni nomi, faoliyat haqida bir og'iz aytib o'tib ketasiz, yana davom etamiz. Javob. Maqtov yubordingiz. O'zi maqtov hammaga ham yoqadi. Shunaqa. Endi mana sizni ham ko'pdan beri kuzatamiz. Harakatingiz, izlanishingiz o'zi Xudo bergan hammada ham bir jihat bo'ladi-da. Shunaqa, Alloh beradi. Kimdir shu yo gapni bilish kerak, yo ishni bilish kerak. Shunaqa bo'ladi. Shunaqa ekan, kuzatib boramiz. Ishlarga omad, quvvat bersin. Mana endi nasib ro'za aylab ham safar bo'ldik. Juda yaxshi bo'ldi. Mana bugun 7-kun ko'z tegmasin. Safarga chiqsang deydi, do'st kimligini bilasan deydi. Kimligini bilib oladi hammasini. 23 nafar fermerlar bor buning ichida. Mineral o'g'itni savdosi bilan shug'ullanadigan ukalarni tanidik mana. Hamma sohadan bor. Hamma sohadan bor. Buni yaxshi tomoni har sohadan bir shingil bo'lyapti-da. Shunaqa. Buni yaxshi tomoni zerikmaysiz. Bitta tema bilan to'xtab qolmaysiz. Suhbat ham qiziganda qiziyapti. Qayerda bo'lsak ham mana bugun 7 kun o'tgan bo'lsa, qanday o'tib ketganini bilmayapmiz. Haqiqatda shunaqa. Haligi bir-birimizni yutuqlarimizdan xursand bo'lib, bizda haligi eng yaxshi odatimiz bor. Yashirmaymiz. Ochiq aytib. Samimiylik bu. Yutuqlarimizni maqtanamiz, o'rgansin deymiz. Shunaqa. Haligi Alisher Navoiyni bir to'rtligicha esimdan chiqmaydi. Ko'pchilikda hammadan bunaqa emas. Yashiradi, bilganini. To'g'ri. Haligi qo'y deydi. Bu baxillik bo'ladi. U yaxshi narsa emas. Juda ham yomon. Baxil ko'karmaydi deydi eskilarimizdan qolgan maqol bor. Shuning uchun bularni yutug'i bilan xursand bo'lib, gaplashib, ana ancha narsani o'rgandik. To'g'ri. Haligi Alisher Navoiyning to'rtligini aytib o'tib ketayim. Hunarni asrabon netkumdir oxir, olib tuproqqami ketkumdir oxir. Bilyapsanmi? O'rgan. Mana kam bo'lyaptimi? Mana Antalyaga keldik, Bursada bo'ldik, Koniyada bo'ldik, qancha ularni yutuqlarini ko'rib, ular ham xursand bo'lib, to'lqinlanib gapirib beryapti-da. Aytilmagan sirlarni yashang. Shunaqa sirlar. Qarang, qaligi hosildorliklarini qarang. Pomidorini deyapti, xohlagan rangini chiqarib beraman deyapti. Shunaqa. Bu degani bu harakat, bu mehnat bu. To'g'ri. Haligi undan buni yashirib yuraversak,
Ha. Bunga ham ko'pincha endi sohamiz bo'yicha kechirasiz endi gap ochilib qoldi. Aha, yo'q, Endi juda yaxshi. boshida endi shu fermer bilan mana 20 yildan oshdi fermerchilik boshlaganimizga. 20 yil. 20 yildan o'tdi. Hozir nimani nechta faoliyatingiz nechta o'zi onasi Endi biz yo'nalish? faoliyatimiz asosan chorvachilik, qishloq xo'jaligi, tadbirkorlik. Endi ko'p Tarmoqli. tarmoq, bilamiz, ko'p tarmoqli. Ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi. Shunaqa. Biz bilamiz, tarmoqlar ko'p sizda. Tajriba bor sizda. Endi bu mana shunaqangi kelib, o'rganib, mana ko'rsangiz, bilsangiz o'rganasiz. Mana Xitoy davlatiga boramiz. Mana yaqinda Amerikaga ketmoqchimiz. Yurgan, so'ragan, izlangan bu afzal bu. Buni ko'p albatta. yaxshi tomonlari bor. Qanaqa bir bahavo joy. Shuning Bir uchun bunaqa joylarda nima ham boshqacha holatda kayfiyat yaxshi bo'ladi. Shunaqa. Joyga qarab, sherikka qarab, bu nimaki? Buni qancha ko'p fermerlar kelsa, mana shu tadbirkorlar kelsa, o'rgansa, men yana shu gapga qaytib kelay, ya'ni oxirga yetib qo'yaylik, ya'ni guruhchilarni qarang. Milliardlab оборот qilyapti. Ha, Ularning kamtarligini qarang. shunaqa. Milliardlab оборот qilyapti. Suvlarni toshib narsalarga xizmatchisi turibdi. Endi bu haqiqatda bu ashi haligi ulardan ko'p o'rganish. yurganda, ko'chaga chiqqanda o'rganib, izlanib, harakat qilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Albatta. Korxonani rahbari biz endi eskidan taniymiz. Qodirbek aka. Ha, Qodir aka boshidagi agrobiznes. Agrobiznes katta rahbari, ya'ni shular sabab. Qodir aka juda tajribali O'zbekistonga. U odam ham samimiy, juda yaxshi inson, mana bilmayman 15 yil bo'ldimi taniganimizga. Azizlar, bitta narsani aytib qo'yay, bu 93-yilda borgan ekan Qodir aka. 95-yilda agrobiznes jamoasini ochgan ekan. To'g'risi men bilmasdim. Aka 20 yildan oshiq vaqtdan beri o'zbek xalqiga shu gibridlarni olib kirib, haqiqatan xizmat singan odam ekan. Men bilishimcha 2010-yillarda tanishganmiz. Siz ham shuncha yillik. O'shanda ham men haligi endi bunchalik yaxshi insonligini, haligi vaqt o'tganda, ishlaganingda bilib, mana Xudoga shukr, hozirgacha birga ishlayapmiz. Juda zo'r. Haligi to'g'risini gapiradi, kamchiligi bo'lsa ham tan oladi. Endi bu hayot ekan, haligi beayb parvardigor. Lekin eng zolotaya pravila nima bu? Birovni ko'nglini qoldirmash kerak. Birovni norozi qilmash kerak. Shunaqa. Mana shunaqa qilib, mana 15 yildan beri aka-uka bo'lib ishlayapmiz. Zo'r, zo'r. Siz demak Turkish genetika emas, undan oldingi korxonalarda ham ishlagansiz. Albatta. Qodir aka. Ha, endi hammasi asosan bitta fito degani bo'lardi. Hozir boshqalar bilan ishlayapti. Endi farqi yo'qda, farqi yo'q. Maqsad nima? Maqsad hosildorlikni oshirish. Shunaqa. Chorvaga ozuqani sifatli qilib tayyorlash. Endi mana ko'pchilik aytib o'tib ketdi intervyularda ham, oldingi o'zimizni Makka jo'xorilar bo'lardi. Foiz Makka deb qo'yishardi, Xrushchevka deb qo'yardi. Endi mana ko'ryapmiz, mana qancha mana hosildorliklarni ko'ryapmiz bu yerda ham, mana dalalarga bordik. To'g'ri. Yildan yilga o'zgarish bo'lyapti. Yildan yilga intilish, izlanish bo'lyapti. Maqsad mana aytayapti, endi deyapti, suvsizlikka chidamlik navda yarataman deyapti. Qarang, suvsizlikka chidamlik. Nimaga suv kamayib ketyapti? Shunaqa muammo. Ko'rdik-ku mana kecha. O'zimizda ham bo'lyapti bu muammo. 10 yil, 15 yilda bizda bo'ladi aka, shu ketishda. Chunki mana aytayapti-ku, biz ham deydi 10 yil, 15 yil oldin deydi suvni qadriga yetmaganmiz deydi. Katta rahmat mana prezidentimizga. Mana shu tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orish tizimini O'zbekistonga olib kirishiga, nafaqat olib kirishiga, qo'ygan fermerlarga davlatimiz tomonidan subsidiyalarni berishi mana shu qo'llab-quvvatlaganida rag'batlantirib, mana shu imkoniyatlardan foydalanib qolish kerak hozir. Bu har doim ham bo'lavermaydi. Shunaqa. Har doim ham bo'lavermaydi. Sababi nimaga uni deyapman? Chunki ertadan keyin hozir ko'pchilik ishonmayapti. Tushunmayapti. Endi bu haligi nima ham byudjet ham nima emas, biz chegarasi yo'q emas. Meni bilishimcha hozir qilib qolish kerak. Xitoyda ham bir xitoylik do'stimiz bilan gaplashganimda, bizda ham deydi, birinchi deydi, nima bo'lmagan deydi. Fermerlar qiziqmagan deydi, tomchilab sug'orishga deydi. Keyin davlat deydi, subsidiya berishni boshlagan deydi. Shunda ham bir istamay qilgan. Endi hozir deydi, subsidiya ham yo'q deydi. Lekin qilmagan odamning o'zi yo'q deydi. Ko'ntagidan bo'lsa ham qilyapti. Nima uchun? Chunki endi o'zingiz o'ylang. Mana yo'llarda ko'ryapmiz, ko'pchilikni eshityapmiz. Hosildorlikni ekasiz. 1 metr bo'ladi, 1,5 metr bo'ladi. Endi o'raman deganingizda suv yo'qmi? Bir hafta suv yo'q bo'lsin, 10 kun suv yo'q bo'lsin, quriydi. Shuncha qilgan mehnatingiz osmonga uchib ketdi. Shunaqa. Bu tomchilab sug'orishning afzalliklari nafaqat suvdan, mineral o'g'itdan ekonom, uni elektr energiyadan ekonom, himoya tizimlari,
qancha narsasini to'g'ridan berib albatta ham qo'ygan. suvchilar ham hozir kechirasiz oldinlari suvchilar ham ketmonda bir nimalar bilan kelsa Ha? hozir kasb shunda kelyapsiz tuflida kelib knopka bilan boshqaryapti Shunaqa. Borsin. biz ham intilyapmiz biz ham harakat qilyapmiz sababi bitta ko'ryapmiz izlanyapmiz boryapmiz qilmasak bo'lmaydi ekan deb qilyapmiz Shunaqa. Siz mana Turk Genetikaga tashrif buyurdingiz, ko'rdingiz zavod. Nima deysiz o'zi bu korxona haqida? Men to'g'risi birinchi marta kelib zavodni ko'zim bilan ko'rdim. to'g'risini aytsam men ham birinchi marta kelishim eshitganman O'g'iz abi necha marta bordi gaplashdik bu odam olim odam ekan Ha, haqiqatan ko'rdingiz. olim odam ekan bunday gaplashganingizda ham madaniyatni qarang Ha. shu haligi o'ta o'zini bilimligini ham birovga bunday ko'rsatib qo'ymayapti sekin og'ir Chiroyli. bosiq bo'lib Juda chiroyli men shunaqa bo'lib ketdi-da. insonlar bilan ishlayotgandan albatta xursandman chunki bilim bilan yondashgan biznes hech qachon xo'r bo'lmaydi Mısır'da önemli olan Mısır'da önemli olan 3 tane ana element var. Azot, fosfor, potasyum. men mana qilayotgan ishlarni ko'rib havas qildik shunaqa insonlar bilan birga ishlayotganimizdan xursandmiz Barakat toping. O'g'iz abini ishlariga omad otani duosini olgan bola kam bo'lmaydi deb mana Muhammad Eminga ham Juda baraka topsin. Qodir akani o'rnini bosyapti Shunaqa. Qachon Nima qarasangiz deydi? tarixiy xizmatda, ilmda, tajribada baraka topsin. ot o'rnini toy bosar deydi-yu mana shu Muhammad Emin ham Qodir akani izidan ketyapti ko'z tegmasin yosh lekin izlanishi bor harakati bor Dala başka bir yerde, zavod başka bir yerde buladı. Yoki işleyip çıkardı. Başka işler. Zavodga dogovor qilib ishlattiradi. Bizda hammasi o'zimiz bo'ldi. Klaster. bu ukamizni ishlariga omad Baraka tilaymiz topsin. kam bo'lmasin Haqiqiy turk biz milliy bir birodarlarimiz, shunga xos ish qilyapti, bilasizmi? har tomonlama insoniyligi samimiyligi bo'lmasa haligi otasini puliga ishonib o'ynab yurganlar shunday. nechta Yo'q. kuydirganlar nechta Shunaqa. mana shunaqa narsalarni chekkaga surib otasini ishini mana shularni oson emas musofir u To'g'ri. biz bu yerda musofir bo'lsak u bizda yerda musofir shunday. musofirchilikda pul topish oson emas Necha yil bizda o'qigan ekan, o'sha yerda yurgan 15 takam o'zbekda, u balki tushunibdi-da u hamma yo'q bunday narsasini. gaplashganingizda ham madaniyatliligini bunday insoniylik fazilatlardan chuqurligini bu boladan o'rganamiz Haqiqatda. Juda yaxshi. amin bo'ldik Juda yaxshi mana Konyaga ishlarni ko'rdik, turk dehqonlari bilan gaplashdik, muammolarni aytishdi. 20 yil oldin Yaxshimisiz? Qalay dam olishmi? Rahmat, zo'r. Harakatlar bilan Nimaga? Yaxshimisizlar? bir suhbat qilaylik akalarimiz bilan. Qarang, 20 yil oldinda reja ekanda. Men o'tgan safar ham hali tadbirda so'radim. 20 yil oldinda reja qiladi. Bizda dehqonlarda shu uzoqni ko'ra bilish yo'q aka. 1 yil, 2 yilni ko'ryapmiz. bitta narsani bilish kerakda kamchiliklar bo'lgan biz bosib o'tgan yo'lda bular ham bosib o'tgan Shunaqa. bular ham sirazim unaqa haligi hosildorlikni biz aytmoqchi 100 sentner silosdan dondan 20 tonnaga Chiqmagan tezda bo'lmagan bizdaqa holat bo'lib endi bizga nima yaxshi tomoni bularda ash qilgan xatolarini biz o'rgansak qilmaymizda ular 10 yilda erishgan natijaga biz 1 yilda erishamiz chunki ular aytib beryapti mana bu yo'ldan yurma mana bu yo'ldan yurma mana bu yo'ldan chunki ular hamma yo'lga kirib chiqqan Xatolarni biz aylanib o'tyapmiz. bizga bitta haligi kech qolganimiz ham foydasi bor xislati bor Shunaqa. bo'lmasa biz ham mana shu yo'ldan mana kiryapmiz lekin kechirasiz biz ham 70-80 sentnerdan kam olmayapmiz silosda donni ham 15-16 tonna olyapmiz gektaridan Yana-da hammasi qilmasdan muammo shu. yo'q endi ular ham izlanish kerakda u ham Muhammad Eminni tanish kerak O'g'iz abini tanish kerak O'rmonali akani tanish kerak suhbatlashish kerak izlanish kerak Gap eshitdilar, kelish kerak, o'qish kerak, ko'rish kerak deyapti. Mana kelinglar, shunaqa joylarga kelinglar. Hozir mana dengiz bo'yiga ham chiqamiz o'rtoqlar. Bir ko'rasizlar, bir qanaqa joylarda nima bo'lyapti. Endi aka bir katta jamoa mana shunaqa joylarga dam olishga keldik a. Mana qarang, dengizni bo'yi, mana necha kundan beri cho'milish, hamma yaxshi kayfiyatda. Zo'r. Bu yaxshi dam deydi, mehnatga hamdam deydi. O'rmonali aka. To'g'ri. Bu dam ishlasa ham bo'lmaydi. Shunaqa. Damni ham olish kerak. Nima deysiz bu dam olishlar, jamoa haqida mana qarang qanaqa bir bahavo joylar. Aytdim-ku. O'zi aytdim-ku boshida ham. Sherigingni kimligini bilsang, safarga chiq deydi. Shunaqa. Safarda bilinadi. Shunday. Men mana juda ham mana o'zingiz ham ko'rib turibsiz, intizomli. Hammamiz bir joyda bir paytda to'planyapmiz. Hurmat, e'tibor, yosh kattalarga izzat, hurmat. To'ppa-to'g'ri. Bu mana bu jamoam bilan hali yana Amerikaga borsak ham bo'ladi.
eng qizig'i bir xil jamoa-ku, hammani gapi chiqishaveradi. Hali Yo, begona emas. albatta. Begona emas. Siz aytgandek haligi qarang endi bu yerda turli viloyatdan yig'ilgani uchun ba'zilarda yaxshi o'zini hududi bo'yicha maslahatlar ham chiqib qoladi. Masalan, siz ham men aniq bilaman, ilmni izlaydigan odamsiz, bo'lmasa bu yerda yurmassiz. Ilm izlamagan odamni puli bo'lsa ham aka chetga chiqarolmaysiz uni. Foydasi yo'q. U bo'lishi mumkin, qancha ish bo'lsa ham, nechta moli bo'lsa ham, mana shu yerdan shunday chiqsak bo'ladi. Xo'p, endi demak joy zo'r. Men bu yerda bitta nimasiga qoyil qoldim. Ana uborchilar bor, tozalab yuradigani. Shu ham sizni ko'rsa, marhabo deb qo'li ko'ksida ta'zimda bilaman, bu yil 5-yili Turkiya davlati turizmga xizmat ko'rsatish sohasi bo'yicha ha, dunyoda birinchi o'rinda olyapti. Bu yil 5-yildan maşallah. turizm sohasida xizmat ko'rsatish Birinchi o'rin. birinchi o'rinda olyapti. Dunyoda. Bu bu nechta davlat turizmga ixtisoslashgan turizm bularda mana samolyotdan tushishingiz bilan gullar bilan kutib oladi. Shunaqa. Ha, bu mana shuni e'tiborligida, mana hamma yoq qarang pokiza, hamma xursand. Shunaqa. Bu o'ylaymanki, yaxshi bir motivatsiya bo'ladi. Tadbirkorlar uchun keldi, haqiqat daladan iborat emas. Ilm, tajribani o'rganib, chiroyli joylarda dam olsa bo'ladi. Bu uchun mablag' kerak. Mablag'ni ilm bilan, tajriba bilan topmasa nima bilan topib bo'ladi? Ishlagan bilan topib bo'lmaydi-ku. Mana yoshligimizdachi savdogarchilik qilib turardim. Roman sotardik endi. Aylanib yurganimizdan keyin bunga bir onam rahmatli joylar jannatdan bo'lsin, Oqtashga borib shu yerda dam oltirardim. O'zim studentman. Aha. Buni aytib o'tgan ilm deganingizga aytaman-da. Albatta. Qozoq kampirdi, onam shu yerda dam olardi. Men o'zim uncha 3-4 so'm pul topardim, endi to'g'risi. Haligi qozoq xotin aytuvdi shunda. Ha. Pulni pul topadi. Ha. Puli yo'q, ketmon chopadi deyardi. Haqiqat. Bu degani puli borlar ham ha, aql bilan, idrok bilan, izlanish bilan, bilim bilan biznesga yondashmasa, bo'lmaydi. Unda ketmon chopishiga to'g'ri keladi. Shunaqa. Bizda ilmlilar bo'lish kerak. Ketmonni chopishni men yomon demoqchi emasman. Endi qachonki ketmon chopmasdan izlanib, yangiliklar bilan yuqori hosil olib, bir bizneslar bilan pul topish yaxshi-ku bu. To'g'ri. Ilm bilan. Ilm bilan pul topish. Ha, sababi mana ko'pchilikni ko'ryapsiz, faqat og'ir mehnat. Qisqa qilib aytganda, ularga ham shunaqangi yaxshi joylarda dam olishni, yaxshi biznes egalari bo'lishini tilab qolaman. Baraka toping. Akalar, bu akamiz ko'p tarmoqli. Faqat endi fermalari bor, boshqa dediku, juda ko'p yo'nalishlar bor. Endi maqtanib hammasini aytib o'tirmaymiz. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, yozib qo'ysanglar, Faxrniki deb yozib qo'ysanglar bo'ldi. Fermalarga hech yo'q. Dastlabki bitta biznesini ko'rsatamiz, qanaqa tarzda tashkil qilgan. O'zi juda kamtarlik bilan yuribdi. O'ziga yarasha inson, o'ziga yarasha tajribasi bor. Juda sovuqlarni ham vaqtida yeb chiqqan hammasini ustoz qilib olsanglar, juda bir katta manfaat topasizlar. Shunaqa chiroyli joyda aka bilan suhbatni yakunlaymiz. Fikrlarni eshitdinglar. Bu qisqacha bir agrobiznes jamoasi bilan tashrif buyurdik. Mana Turkish Genetics'ga, Yukselga bordik. Tajriba almashinish bo'ldi. Akani fikri bitta. Izlaninglar, o'rganinglar. Hamma tajribani olib shu O'zbekistonga taqdim qilib, mana shu tatbiq qilib hayotga shundan daromad qilib chiqish sizni qo'lingizda. Uni birov sizga kelib qilib bermaydi deyapti. Harakat qilganga toli yor. Xuddi shuni aytmoqchi edim. Bir og'iz gapni aytganda ko'p gaplashdik, lekin bir og'iz aytyaptiki, o'rganinglar va uni mag'zi faqat O'zbekistonda emas, buksavat qilib O'zbekistonda yurmasan, chetga ham chiqib, dunyo tajribasiga ega tadbirkorlardan ham maslahat olib turinglar, deyapti. Bir xulosa qilib aytganda. Shuning uchun akalar ko'p nima qilmaymiz, yozib qo'ysanglar Faxrniki deb. Chorva juda katta fermerlar bor. Bitta ma'lumotni to'g'ri O'zbekistonda ham qilgan ishlarni ko'rsatib qo'yamiz inshaalloh. Manfaati bo'ladi hammaga. Aka, katta rahmat. Baraka toping. Salomat bo'ling.